Assalomu alaykum akalar. Bugungi kundagi tayyor mahsulotlarimiz. Beton mishaklar, bu yerda kolonna palobkalar, aravachalar, yana bu yoqda bushaya palobkalar. Hozir 1 metrli palobkamiz. 2 metr bukilgan varianti ham bor, bukilmagan varianti ham bor. Mana akalar, 60lik, 70lik hamma variantlar bor. Bu yoqda aparatlarimiz tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Xo'p. 2lik list, 2 marta bukilgan 50 palobkamiz ham bor. Bu ham tayyor bo'lyapti. Mana akalar. Mana arkasiga kafalab qo'yilgan, teshlarga ana qilingan, qilingan. Xo'p. Bu 50 palobkamiz narxi, bir komplektning narxi 6,8 so'm. Bu yerda burchaklari, mana akalar. Hop. Endi bu traslarda endi 4lik listga qilingan 60lik palobkamiz. 4lik rossiyskiy listda 60lik palobka berganmiz, arkasiga qalin 4lik gonni qo'yib berganmiz. Akamiz zakasiga, Anjonli akamiz zakasida. Xudo xolasa, bu ham tayyor bo'ldi, ertaga ketadi. Hop, bu yoqda 50lik palobkalarimiz, 50lik palobkamizni hop, yangicharoq ko'rinishda chiqarganmiz. Bu palobkamiz universal palobka, ham kolonna palobka bo'lib ishlatsa bo'ladi, ham burchak qilib ishlatsa ham bo'ladi. Va yana beton qilib ishlatsa ham bo'ladi. Bu 60lik varianti. Bahodir aka. Bu 60lik varianti. Bu 50lik varianti. Mana bu tiklangan holat, kolonna holatga. Hop, buni razmeri to'shli 40 qilib, go'nada tekis chiqadi. Hozir lineykamizni o'lchab ko'rsatamiz. Ko'p joyda qilishgan ekan, 39 bo'lib qoldi, 38 bo'lib qoldi deyishgan ekan, mana. Alohida ko'rsatamiz akalar. Mana 40 santimetr. Bu yo'q ham 40 santimetr. 40 ga to'g'ri chiqadi. Endi buni teshni o'zgartirib, zakasiga qarab 30 ga 30 bo'ladigan, 50 kg bo'ladigan qilib bersa ham bo'ladi. Hech qanaqangi anaqa joyi yo'q. Qo'shiladigan joyi yo'q. Xo'p, bu 50 tegimizda bir komplektning narxi, universal bo'ladigan narxi, bir komplektning narxi 9,5 million so'm chiqadi. 18 metr palobka, ikkita burchak hamma komplekt beriladi. Hammani kolonna ishlasa ham bo'ladi. Xo'p, 60lik deydigan bo'lsak, 60ligimiz mana akalar, bu ugoni teshilmagan, ugoni qo'yilgan. Xo'p, agar 60likdan xuddi shu narx beradigan bo'lsak, bir komplektning narxi 12,8 million chiqadi. Xo'p, agar shu holatda ishlatadigan bo'lsa, bundan bir komplektning narxi 10 million 500 ming so'm bo'ladi. Mana akalar, ko'rinishdagisi. Xuddi shu holatda ishlanadi. Ha, bu palobkamiz tepasidagi tirnog'i planka uchun mo'ljallangan. Pastga shilka qatadi, tepasiga ash plankadan qo'yiladi. Mana akalar, list qanlik 3lik, yana ham baquvvatroq bo'lish uchun bukib qo'yilgan. Endi bu yoqda, xudo xolasa, bizning palobkalarimiz tayyor bo'lgan. Aytib turibdi. Bu klassikaga kiradi, xudo xolasa. Zakaslarimiz bor zinaga. Bu yerda kolonna palobkaning profillari, bu yerda yasash jarayoni. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa, chiqarib beramiz.